Muvaffaqiyat mana onaning duosida. Ona ilmlimi, ilmsizmi, xudojo'ymi, oqmi, qorami, mehribonmi, onaning duosi, men degan olimning duosidan afzal turadi. Onaning duosi barakangizni eshigini ochib yuboradi. 4 ta diplomingiz bo'lmaydimi? Topganingizga nima baraka topilmayapsa, mana uning duosini olmayapsiz. Men shuna bolalar bilaman. Onalari kasal bo'lib, to'shakda miqlanib qoldi. O'lishi aniq bo'lib qolgan. Lekin onalari, bolam asha Moskvada bitta doktor bor ekan, shunga davolanib kelgan ekan falonchi ham. Olib borib kelmaysanmi? Pul qolmagan, hamma yo'g'ini sotib tashlagan, Hindistongacha davolanib kelgan. Onani ko'yini uchun o'sha yerda bor ekan, shu armon bo'lib qolmasa onamga deb borib o'zini sotib yana borib Moskvaga borib davolantirib olib kelgan. Onalari o'tib ketdi hozir, lekin mol, dunyo, pul halqasidan quvib yuradi shu bolalar. Shuni bilib oling. Biz mana ota-onaning xizmatini, ota-onaning duosini olishga buyuramiz. O'zingizni farzandingiz boqib, katta qilib, kamolatga yetkazib qo'yasiz. Duoingizni olmay, xizmatingizni qilmay yursa, qanday ko'nglingiz og'riydi? To'g'rimi? Hayot chaqpalay, ertaga o'zimizga ham qaytadi bu narsa.